O'tin ko'miriga alvido, turetskiy pechkamizga marhabo jigarlar. Mana sizlarga turetskiy pechkani o'zimiz ishlab chiqarib qo'ydik. Bu birinchi videomiz emas, 5-6 ta video chiqardik. Anchadan beri sotyapmiz. 2 oy ichida bir 400 tani atrofida sotdik jigarlar. Xudo xolasa sinovdan o'tgan, ishonchlik, hidlanmaydi, sasinmaydi, tutamaydi, ugar degan narsani bermaydi. Odamga umuman ziyoni yo'q, ya'ni allergiya ham bermaydi. Xudo xolasa videoni boshidan bitidan like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Like bosib qo'ysalaring, endi bizni prosmotrimiz ketadigan bo'lsa, pechka yaxshiroq sotiladi degan gap. Xudo xolasa. Endi men sizlarga bitta ma'lumotini beraman, xudo xolasa jigarlar. Bu pechkamiz o'sha Turkiyada ishlab chiqarilgan. Endi mana o'zimiz bitta olib keldim. Men $400 olib keltirib, o'zim yasab, endi teng yarimiga O'zbekiston xalqiga mana sekin tarqatishni boshlayapmiz, xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilyapmiz. Dastavkamiz pulli bo'ladi, inshaalloh. Ozgina pul qo'yamiz, ko'p qo'ymaymiz. Endi ba'zi bir sotuvchilar bor, yo'l kirasini pulini, ya'ni dastavkasini pulini tiqib olishadi. Bizda unaqa narsa yo'q. O'sha pechkani pulini bersa, dastavkasini o'zi qilib oladi. Arzonroq shopir gaplashib chiqarib yuboramiz. Misol uchun, Vodiyga 150 ming so'm, Toshkentga 200 ming so'm, vohalarga 250 ming, 300 ming so'mga olib borib berishyapti. Pechkamiz 60 kvadrat joyda bemalol isitadi. Xonadonga qo'ysalaring bo'ladi, ishlab chiqarish joylarga, terasali uylarga qo'yasalaring bo'ladi. Misol uchun mana derazalik yoki eshik-romlik terasa bo'ladigan bo'lsa, yonida 3 ta eshikli uy bo'ladigan bo'lsa ham bemalol isitaveradi. 60 kvadrat atrofida bo'ladi. U ham bemalol isitadi, xudo xolasa. Ustalar ko'p olyapti, ishlab chiqarish joylari, pechenniy sex, umuman katta sexlarga olishyapti, parniga ham olishyapti hattoki. Bu 60 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, parnida misol uchun 1 sotikgacha isitadi jigarlar. Ko'pchilik misol videodan oxirigacha ko'rmasdan bitta telefon qilishyapti-da, ma'lumotni boshqadan so'rashyapti. Iloj boricha videodan oxirigacha ko'rib, bittadan like'ni bosib qo'ysalaring, men sizlarga hammasini podrobniy tushuntirib beraman. Qanaqa yoqish kerakligini, nima yoqilg'i ketadi, hammasini tushuntirib beraman. O'sha aytganimizdek 60 kvadrat yoki teplitsa bo'ladigan bo'lsa, 1 sotikgacha turetskiy pechkamiz issiq beradi. Yonishiga ham bitta baho bersalaring bo'ladi. Gaz ham bunaqa yonmaydi, to'g'ri gap jigarlar. Mana hech qanaqa kompressor ulanmagan, o'zini tortish hisobiga yonyapman. Tortishini qaranglar. Yoqilg'isi mana bunaqangi granula bo'ladi. Bu granula rossiyskiy granular, ya'ni sasnadan bo'lgan. Bizda o'zimizda apelkaniki ham bor, sholiniki ham bor. Bu sasnani, o'sha sasnaning ichida yog'i bo'ladi. Bundan tashqari o'ziga ximiya qo'shadi, tutamaydi, sasimaydi. Mana tevasini ko'radigan bo'lsalaring, tutun umuman yo'q. Pajarni keladigan bo'lsa ham unaqa sizlarga muammo qilmaydi. Toshkentga juda ko'p kafelarga, shunga o'xshagan joylarga beryapmiz. Olib, ishlatib, videolar tashlab berishyapti. Mana yonishini ko'radigan bo'lsalaring ham jigarlar, nariyoqqa ketgan, buralib 2 soatning ichida mana shu joyi qizaradi. Mana shu joyi 2 soatning ichida qip-qizil bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, endi pechkamizning qalinligi, stenkasi 3 li bo'ladi. Ya'ni bu degani 4 yil, 5 yil bemalol maza qilib ishlatib olasiz. Oddiy misol jigarlar, katyollarga ham 10 million, 15 millionlik katyollarga ham 4 li ishlatishadi. Biz endi 3 stenkali ishlatganmiz, xudo xolasa. Yonishi ham zo'r, inshaalloh. Rasxotini aytamiz endi. Rasxoti shu granula kilosi 4000 so'm bo'ladigan bo'lsa, granulani 1 sutkaga tinimsiz yonadigan bo'lsa, 12 kilo granula rasxot qiladi. Endi kimgadir misol uchun 12 kilo granula 45 ming, 50 ming so'm atrofida bo'ladi sutkasiga. Endi ba'zi bir dachalar bor, misol uchun chekka joylar bor, gaz bormagan, o'tin yoqishdan zerikkanlarga mana sizlarga shu pechka ma'qul keladi. Sababi tutamaydi, sasinmaydi, odamni miyasini, boshini og'ritib qo'ymaydi. Mana ko'rib turganlaringdek qo'shnilardan ham ziyonligi, bosh og'riq narsa bo'lmaydi-da, xudo xolasa. Kafelarga ham qo'yishyapti. Telegramdan zakaz qilsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Tevasiga choynakda bir narsa qo'yib qo'ysalaring bo'ladi. Isitib bemalol yesa ham bo'ladi. Mana o'sha aytganimizdek, kompressor ulanmagan, o'zini tortishini hisobiga yonyapti jigarlar. Bachoyiga to'ldirib qo'yadigan bo'lsalaring, 1 sutkadan oshiq yonadi. Ya'ni bu degani 15 kilo atrofida granula sig'adi. Endi yana bitta masala, bunga faqat granula emas, misol uchun
danak po'choqlar bor-ku. O'riydi danagi, sho'rdanak yoki bodomniki yoki yong'oqli danaklarni yog'silang bo'ladi. Endi qayerdan olamiz? Sizda bormi desangiz, yo'q, menda yo'q. Faqat granula bor. Granulamiz Toshkent shahrida bor, Sirdaryoda bor, Farg'ona va Andijonda granulalar bor. Birinchi sorti 4000 so'm, ikkinchi sorti 3500 so'mdan boshlanadi. O'sha yong'oq danak po'choqlarda ham ichida moddasida yog' bo'lganligi uchun yaxshi yonadi, gradus baland beradi, xudo xolasa, yaxshi narsa. Endi agar siz kvadratda kichiklik qilayotgan 60 kvadrat kichkina demoqchi bo'lsangiz, mana shunaqangi gulshiterdan qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Gulshiter 6 talik, 6 qator qo'yilgan. Shu tagiga tushadi, mana tagiga tushib, tunukaning oldiga tagiga qo'yasiz. Tunikani keyin tevasidan kiygizib qo'ysangiz bo'ladi. Bu nimani hisobiga kvadratni ko'paytiradi deydigan bo'lsalaring, tutun ko'proq ichida aylanadi, ya'ni olti yoqqa yoyilib ketadi-da, ichidan sekin yonganning hisobiga. Ya'ni rasxod o'sha bo'ladi, faqat pechkada issiqni ko'proq ushlab qo'yganning hisobiga kattaroq joyda isitadi. Hozirda kvadratga hisoblaydigan bo'lsak, shu gulshitri bilan hisoblaydigan bo'lsak, 100 kvadratga yoki 1,5 sotik teplitsaga shu gulshitr bilan qo'ysangiz bo'ladi. Buni o'zini qo'yadigan bo'lsangiz 1 sotikgacha teplitsaga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Endi narxi qiziq bo'ladi. Narxi shu pechkamizni mana 2,300,000 so'm qilib beraman. Kami yo'q, ozgina pul qo'yamiz, ko'p qo'ymaymiz. Komplekt nima bo'ladi? Shu bachoga ikkita oynasi, bitta katta, bitta kichkina kalyonning oynasi bo'ladi. Keyin tagidagi mana bunaqangi o'sha kuldonlar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, kulam juda kam tushadi. Olov yonyapti mana. Telefon qilsalar yoqish uslubini ham ko'rsatamiz. Yoqish ham juda ham oson bo'ladi. Shu garilkasi bo'ladi. Mana garilkaning teshigida turganlarning joyi bor. Ya'ni bu past baland qilasizlar, rasxod kamayadi. Mana hozir havo kam kirganlik hisobiga o't pastroq yonadi. Ochib qo'yadigan bo'lsalar ko'proq kirib, ya'ni kattaroq joyda ham isitadi va rasxodiga ozgina ta'sir qiladi. Endi o'sha bodam po'choqda qatdan topaman deydigan bo'lsangiz, bodam po'choqlarda o'sha bodam sotadiganlarda oldiga borib turib, menga shunaqa kerak desalar, topib berishadi, muammo emas. Juda ham arzon bo'ladi. Tojikistonlarga ham chiqaryapmiz kargodan. Tojikistonga $235 kargosi hamma yo'q ichida dastlabki qilib beryapmiz Tojikistonga. O'zbekiston bo'yicha dastlabki eng qimmati 150,000 so'mdan 300,000 so'mgacha uzoq yaqinligiga qarab kelib ko'rmoqchi bo'lganlar uchun yoki o'ylanayotgan, men qanday yoqaman, yoqishni bilmayman deganlar uchun, agar Farg'ona Marg'ilonda bo'ladigan bo'lsalaring, bemalol Telegramdan yozib, lokasi tashlab bering, boraman desalaring, bo'lib kesalardan bo'laveradi jigarlar. Demak, ma'lumot to'liq berdi deb o'ylayman. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar.